Temur faqat buyuk sarkarda emas edi. U Samarqand atrofida dunyoga mashhur bo'lgan ulkan bog'lar barpo qilgan. Bu bog'lar nafaqat dam olish maskani, balki saltanat qudratini ko'rsatgan. Bog'i Behisht Amir Temur tomonidan suyukli xotini uchun qurilgan. Oq marmar saroy sun'iy tepalik ustida joylashgan edi. Bog'i Shamol ulkan saroy va marmar devorlari bilan mashhur bo'lgan bog' edi. Bog'i Baland Amir Temurning nabirasiga atalgan. Bog' uzunzorlar, anjirzor va olmazorlar bilan bezatilgan. Bog'i Nav baland devorlar bilan o'ralgan. Markazida ulkan saroy va katta hovuz joylashgan edi. Bog'i Chinor qadimiy chinor daraxtlari bilan mashhur bo'lgan. Bog'i Maydon ayvon va qimmatbaho toshlardan yasalgan taxt bilan mashhur edi. Bog'i Davlatabod Amir Temurning dam olish va elchilarni qabul qilish joyi bo'lgan. Bog'i Jahonnamo Zarafshon tog'lari etagida joylashgan ulkan bog' edi. Bog'i Dilkusho 3 qavatli saroy va favvoralari bilan eng go'zal bog'lardan biri bo'lgan. Amir Temur barpo qilgan bu bog'lar Samarqandni dunyoning eng go'zal shaharlaridan biriga aylantirgan.